Nima qilsangiz mazza qilasiz? Rostini ayting, Yoshlarga maslahat. soqqan bosish kerak. Jigarxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savollarimiz bor, javob bera olasizmi? Da, beraman. Xo'p, yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Aktrisa bo'lishi. Aktrisa bo'lish. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Hech kim. Hech kim. Nima sababdan yoshlikda orzuga erisha olmadingiz? Erishyapman asta-asta. Harakat bor. Da, bor. Chetlikka uchib turasizmi? Chetlarga uchmaganman, lekin ba'zi-ba'zida uchaman. Turmushga chiqqanmisiz? Da, chiqqanman. Turmushga chiqqanga o'xshamayapsiz lekin. Nima? 3 ta bolam bor. Oilada ahvol qatdan unda hech nima qilmasangiz. Kallani ishlatish kerak. Yana ухажёрлabami deyman? Yo'q. Nima qilsangiz mazza qilasiz? Rostini ayting, pul topsam mazza qilaman-da. Pul baxt olib keladimi? Da, конечно, olib keladi. Sizga kelayotgan joyi yo'q bo'lsa, endi qayerdan kelyapti? Bilmadim. Eting. Reklamalarga chiqaman, o'sha yerdan keladi. Yoshlarga maslahat. Soqqan bosish kerak. Xohlagan narsangiz qo'lingizda bo'ladi. Siz yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizni shu yerda reklamangiz ketayotgan bo'lishi mumkin edi. Obuna bo'lishni unutmaymiz.